Qar öngkür alemde mevcut bo'lgan, yo'riqlikmi qachalmaydigan darajadagi intayin kuchlik tortish kuchiga ega bir osmon jismidan iborat. Qar öngkür Einsteinning keng ma'nilik nisbiylik nazariyasi tarafidan o'ttirib qo'yilgan bo'lib, nisbiylik nazariyasiga ko'ra ko'p miqdordagi jism intayin kichik bir nuqtaga joylashgan vaqtda vaqt bo'shliqni haddidan ziyoda egib o'tadigan bo'lib, hech qanday bir narsa uningdan qachalmaydigan bir holat shakllanadi. Mana bu jism qar öngkürdan iborat. Endi biz qar öngkürning nima uchun qara deyildiganligiga qisqacha qarab boqaylik. Bir jismning rangining qanday bo'lishini ashu jismning o'z ustiga tushgan yo'riqlikning qaysi to'lqin uzunligidagi rangini qaytarganligi belgilaydi. Masalan, bir yo'pirmoqning rangining yeshil bo'lishining sababi uning o'z ustiga tushgan yo'riqlik to'lqinlari orasidan yeshil rangi to'g'ri keladigan to'lqin uzunligini hammadan ko'p qaytarganligi uchundir. Qora rang bo'lishi bo'lsa, yoki o'ttirda hech qanday yo'riqlikning bo'lmaganligi, yoki jismga tushgan barliq ko'rinadigan yo'riqliklarning shu jism tarafidan sumirilib ketganligi sababidan bo'ladi. Qar öngkürga keladigan bo'lsak, qar öngkürga yo'liqqan yo'riqlik qaytalmaydi. Uning tortish kuchi shu darajada kuchli ekanki, yo'riqlik qar öngkürning ufuqidan sirtqa chiqolmaydi. Bu sababdan biz qar öngkürga qaragan vaqtimizda ko'zimizga hech qanday bir yo'riqlik kelmaganligi uchun bizga faqatla qora rang ko'rinadi. Aslida bizning ko'rganimiz qora ranglik jism bo'lmasdan, balki biz hech qanday bir narsani ko'ra olmaganligimiz uchun bizga ko'ringan ko'rinish bizni xuddi qora ranglik bir jismni ko'rayotgandek tuyg'uga keltirdi. Qar öngkürler yo'riqlikni markaziga qarata tortadigan intayin kuchlik bir tortish kuchiga ega bo'lganligi uchun ularni ko'rgili bo'lmasimi, ammo qar öngkürning o'zining atrofidagi yulduzlarga va yulduz tumanlariga ko'rsatgan ta'sirini kuzatib turib, qar öngkür haqida vositalik ma'lumotlarga erishgili bo'ladi. Qar öngkürler massasi va cho'ngligiga asosan 3 asosliq turga bo'linadi. Birinchisi ibtidoiy qar öngkür bo'lib, u eng kichik qar öngkür deb qaraladi. Tadqiqotchilar bu xildagi qar öngkürlarning atom darak cho'ngliqda ekanligini, shundoq bo'lishi qarmay g'oyat cho'ng bir tog'dek ig'irlikqa ega ekanligini taxmin qilishgan bo'lib, bu qar öngkür olamning dastlabki bosqichida, ya'ni cho'ng portlashdan keyinla shakllangan deb qaraladi. İkincisi, o'ttirhal cho'ngliqdagi yulduzsimon qar öngkür bo'lib, uning ig'irligi Quyosh ig'irligining taxminan 20 massasiga barobar kelishi mumkin. Yulduzsimon qar öngkür massasi intayin cho'ng bo'lgan bir yulduzning o'zining markaziga qarata portlashi, ya'ni gumurlishi orqasida shakllanadi. Tadqiqotchilarning qarashicha, Quyosh sistemimiz joylashgan Samanyoli sistemasida bundaq qar öngkürlardan eng az bo'lganda 10 milliard dona bo'lishi mumkin. Üçüncü tür qar öngkür bo'lsa, o'zi joylashgan yulduzlar sistemasi bilan teng shakllangan deb qaraladigan ultra massalik qar öngkür deb atalgan eng cho'ng qar öngkürlardan iborat. Ilmiy tadqiqotlar har bir cho'ng yulduzlar sistemasining markazida bir dona ultra massalik qar öngkürning bor ekanligini ko'rsatib bergan. Samanyoli sistemamizning markazida Sagittarius A deb nom berilgan bu xildagi bir ultra massalik qar öngkürning mavjud ekanligi taxmin qilingan bo'lib, bu qar öngkürning taxminan 1 million dona Quyoshning massasiga barobar keladiganligi mo'ljallangan. Koinotda yaratilgan har qanday bir shay'i cho'qim o'ladi. Yulduzlarning o'limi qar öngkürlarning ularni yutib ketishi bilan vujudga keladi. Qar öngkürlarmi albatta o'lishdan iborat bu oqibatdan mustasno emas. Xo'sh, undaqda har qanday narsani yutib ketadigan, ammo atrofga hech qanday narsa chiqarmaydigan qar öngkürlarning o'limi qanday bo'ladi? Fizika olimi Stephen Hawking qar öngkürlarning Hawking radiatsiyasi yoki Hawking parlanishi deb ataladigan parlanish natijasida 10 yoki 100 milliardlarcha yillar davomida yo'q bo'ladiganligini o'ttirib qo'ygan. İnsaniyat ko'zlangan olamning yashi taxminan 13,8 milliard yil bo'lib, qar öngkürning yo'qolishi uchun ketadigan vaqtning qanchalik uzun ekanligini buningdan qiyos qilsangiz bo'ladi.
Әмді ilm-fan sohasidagi eng yaqinqi qora o'nkir tadqiqotlariga qisqacha qarab boqadigan bo'lsak, 2016-yilida qora o'nkirlarning bir-biri bilan so'qilishi natijasida maydonga keladi deb qaralgan tortish kuchi to'lqinlari tunji qitim o'lchab chiqilgan bo'lib, natijada qora o'nkirlarning mavjud ekanligining tajriba jihatdan isbotlanishida muhim bir qadam bosilgan bo'ldi. 2019-yilga kelganda yana o'tgan yili qora o'nkir tadqiqotida bo'sish xarakterlik natijaga erishilgan bo'lib, tadqiqotchilar bizdan taxminan 55 million yo'riqliq yili yiroqlikdagi Messier 87 kod nomerliq yulduzlar sistemasining markazidagi qora o'nkirning rasmiga tunji qitim erishdi. Bu natija qora o'nkirlarning mavjud ekanligining va keng ma'nilik nisbiylik nazariyasining o'ttirg'i qo'ygan farizining to'g'ri ekanligining eng chong isboti bo'lgan bo'ldi. Qara o'nkirdan qechib qutulg'ili bo'lamdi? Qara o'nkirning ichida nima bor ekanligini bilmaganligimiz uchun bu savolga javob berish oson emas. Ammo ba'zi nazariyaviy fizikshunoslar qara o'nkirlarning aslida qurut to'shiki deb atalgan bir vaqt bo'shliq to'nilining bir parchasi ekanligini faraz qilishgan. Qurt to'shiklarini olamning o'xshamagan rayonlarini bir-biriga bog'laydigan vaqt bo'shliq to'nili deb qarash mumkin. Bu to'nilning bir uçida hamma narsani yutadigan qara o'nkirlar bo'lsa, yana bir uçida hamma narsani qusadigan oq o'nkirlarning bor ekanligi faraz qilingan. Ammo qara o'nkirlarning aksicha, oq o'nkir va qurt to'shiki faqatli bir nazariya bo'lib, hatto nazariya jihatdanmi ularning mavjudligi to'liq ko'rsatilib berilmagan. Bugungi kunda qara o'nkirlar haqida texnigacha bilinmagan ko'plagan sirlar mavjud. Masalan, bir jisim agar qara o'nkirga tushib ketsa, nima ish yuz berdi? Qara o'nkirlar olamning yaratilishida qanday bir rol o'ynagan? Bu va buning o'xshagan o'nilgan savollar hali ham astrofizik va kosmologiya sohasida tadqiq qilinayotgan aktiv sohalardan hisoblanadi.